Anvar, nelegallar uchun juda ham zo'r bu. Bizni Henjon Sanimimiz shuncha nelegallarni legallik qilib berdi, lekin birorta minnatdor bo'lib kelib videoga tushib bergan odam yo'q. Endi uni mayliga mayliga gapirmayman, chiqarmaymiz. Mayli, lekin hozir shu nelegallar uchun yana Henjon Sanimimiz yordam beraman deyaptilar. Kelinglar va Henjon Shimpan nima deylardi? O'zi Oguraga immigratsionni ustidan men noto'g'ri отказ bosyapman, noto'g'ri chiqib ket deyapti deganlar, yo bo'lmasa mana shu mashinani biz anaqa haydab qo'yganlar, yo mashinasini o'zini nomidan boshqa o'rtog'iga mashina olib berganlar. Shular masalan kurashmoqchi bo'lsa, hammasi mana shu Henjon Sanimimizga aloqaga chiqsin. Anvar Namxun Henjon Sanim ancha yildan beri mana biz bilan birgalikda biz tarjimalarda yordam berib immigrationlarga birga borib yuribmiz. Bular eng asosiy birinchi taklif Koreyada 6 yildan oshiq yashagan farzandi bo'lgan nelegal ota-onalar. O'shalarni legal qilish masalasi. Agar maktabga borishni boshlayotgan bo'lsa, bemalol murojaat qilishlari mumkin. Agar 4 yildan oshgan bo'lsa ham murojaat qilishlari mumkin, chunki bu proses uzoq vaqt olgani sababli o'zaro bordi keldi qilib ma'lumotlar almashib turiladi va 6 yilga to'lishi bilan keyin immigrationga borib topshiriladi. Shu bo'yicha va yana bittasi hozirgi mana 30-martgacha juda ham ko'pchilikning vizasi cho'zilyapti. Ya'ni tugaydi. Juda ko'p holatda отказ bo'layotganidan bor, hozir aloqaga chiqishyapti. Bank счет bilan bog'liq muammo, har xil muammolar. Ana shunaqa yuridik yordam kerak bo'ladigan bo'lsa, agar sizni qo'lingizga отказ bo'ldi degan hujjat beradigan bo'lsa, siz norozisiz qarordan va davom ettirmoqchisiz sudga oshirish, o'sha masalalar bo'yicha Henjon Shimpan deyiladi. O'shani qilmoqchi bo'lsangiz, unda ham yordam beradilar. Va boshqa kundalik hayotda milisaxona bilan bog'liq masalalar yoki har xil yuridik maslahatga kerak bo'lgan, muhtoj bo'lganingizda bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Ular 30 yil militsiya bo'lib ishlagan va hamma anaqalari bor, yo'nalishlari bo'yicha maslahat berishlari mumkin. Kutib qolamiz. Taklifnomalarni ham yozib beradilar. Ko'pchilik mana taklifnoma yozib berganlar, vizalar olib keldilar. Siz agar aybsiz bo'lsangiz, agar rostdan ham kurashishga qobiliyat nima deydi, kurashishga men ishonaman, haqliman deydigan bo'lsangiz, qo'rqmasdan keling, albatta olishib, kurashib ozgina mablag' ketadi, lekin o'sha mablag' ketsa ham mayliga, u keyinchalik masalan nelegal bo'lib qolsangiz, u $50,000 beraman desangiz ham legalniy bo'lmaysiz-da. O'shaning uchun nelegal bo'lmasdan oldin ozginaga masalan 1,5 million, 2 million, 3 million ketishi mumkin uzog'i bilan. Men hozir bilmayman nech pul ketishini, lekin unaqa 50 million ketmaydi, 30 million ketmaydi, 5 milliondan oshiq ham ketmaydi. U hammasi pastda. Boshqa joylarda bilmayman, narxlarni eshitdim, juda ham qimmat ekan. Advokatlar bitta yurishlari ularni 5 million ekan. Bizni Henjon Sanimimiz g'ir tekinam deganida, почти g'ir tekinam. O'shaning uchun shunaqa paytda aybingiz yo'q bo'lsa, bemalol kelib olishing. Kurashing, yutib chiqing. Albatta shundoq nelegal bo'lib ketmang, yo shundoq chiqib ketib qolmang. Albatta olishinglar. Va yana juda ham ko'pchilik mana gaplashamiz biz o'sha Henjon Sanim bilan maslahatga kelgan talabalar ko'p aytadiki, odamlar bu TikTok advokatlaridan emasmi? Mana konkretniy advokat bu. Henjonsa bu. Agar sud bilan bog'liq masalalar bo'lsa, unga ham Seul texnikani bitirgan piyonotamiz ham bor. Unga ham yo'naltirsak bo'ladi. Shuning uchun bemalol murojaat. Men Koreyada yashab ketgan dugonalarim, men hozir gap kelganda gapirib olay, dugonalarim hammasi Koreyada yashab ketishganki, ular bilishadi Koreyada kim nima, kim qanaqaligini. Dildor deydi, siz advokat bo'lishingiz kerak уже deydi. Mana 17 yildan beri Pokvonda milisaxonada ishlaysiz, prokuraturada ishlaysiz. Уже domani qo'yib yuborishmaydi-da prokuraturada. Har doim prokuraturada mani. Boshqa odam topinglar, endi bu yil bo'ldi, tugatinglar deman, doim mashinani jo'natib yuborishadi. Yo'q, sen bo'lmasang bo'lmaydi. Mendan nima topishgan bilmayman, men advokat bo'lsam arziydi. Chunki уже hamma narsani bilaman, qonunni ham, hamma narsani bilaman. Lekin men o'qishim kerak u advokat bo'lish uchun. Albatta. U Koreyada litsenziya ham bo'lish kerak. Janubiy Koreyada advokat bo'lish uchun o'qish kerak odamlar, tilni zo'r bilish kerak, o'qish kerak va necha yil davomida buni o'qish kerak. Bu juda ham qiyin. O'zbek advokatlar yo'q, shunga kulib jo'natib yuborishadi. Dildor, men bu ham advokat ekan, men bu ham advokat ekan deyman. Advokat ekanmi? Ha, deb qo'yaman. Endi men yomonlanmayman. Menga borku bor, Alloh aytadi, sen birovni aybini yopgin, men seni keyinchalik aybingni men seni yopaman deydi. Men hech kimning aybini ocha olmayman, lekin advokat yo'q odamlar. Advokatim bor meni. Advokat lekin o'zbeklarning ichida yo'q.
Shuning uchun men ishonch bilan aytaman, ehtiyot bo'linglar. Shu TikTokdagi reklamalardan ham ehtiyot bo'linglar. Lekin men hech kimning aybini ochmayapman, lekin aytib qo'yapman. Ogohlantirish meni vazifam. Chunki men yuridik firmani yuritaman. Oldimda advokatlarim bor, oldimda yuristlarim bor, qancha tanishlarim militsiya, yurist. Shuning uchun meni oldimda sani vazifang aytib qo'yish deyaveradi. Yuristlarim ham aytadi. Dildor, sen eslatib turgin, hech bo'lmasa eslatib tur, sen gapirib tur deydi. Sani hamma ko'pchilik masalan 50% odam eshitadi-ku, shuni gapirib tur deydi. O'shaning uchun men ham sizlarga aytib qo'ydim. Rahmat, noto'g'ri. Salom Koreya bo'lib ketdi. Salom Koreya. Hammaga omad.